bitta kattasi yetilib, menstruatsiyani 14-kuniga borib yoriladi. 3 kun kutadi, spermatozoid kelib urug'lantirishni, qo'shilib orqaga qaytib kelib yopishsa, shu narsa homiladorlik deyiladi. Bizning buyrak usti bezimizdan bitta murskoy gormon chiqadi, testosteron degan. Manda 1 baravar ishlasa, buni qizida 2 baravar ishlaydi. Bular bolaligidan tukli bo'lib tug'iladi. Sochlar qalin, qoshlar qalin, tanada to'k, ko'krikda to'k, ves olishga moyil bo'ladi. Ikkita menstruatsiyani orasi 35 kundan uzayadi, 20 kundan kamayadi, yuzga narsa toshadi, homila bo'lishiga to'sqinlik qiladi. O'zi qilganimizda bu kartinani ko'ramiz. Follikulalar ko'payib ketadi, yetilmaydi, yorilmaydi, ovulyatsiya bo'lmaydi. 5000 qadam peshkom yur, shirinlik, xamirliklarni to'xtat. O'shaning uchun yuzingga narsa toshadi. Erkak kishida testosteron 70% ishlasa, ayolda 30% ishlasa, sanda 50% ishlaydi. O'shaning uchun shirinlik, xamirliklarni ratsiondan chiqarib tashlash kerak. O'zi tasdiqlagandan keyin men unga 2 oy lecheniya qilaman. Mana mujgonni ham davolaganmiz o'sha payt. 2 oy lecheniya qilaman, o'shanga qarab bu уже ishlashni boshlaydi. Oxirgi sababi